Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC reytingi yarim o'rta vazn toifasida birinchi o'rinni egallab turgan irlandiyalik Ian Gary Machado amaldagi chempion Islam Makhachevga qarshi ertangi jangi haqida fikr bildirdi. Islomni mag'lub etganimdan so'ng hech kimda bahona qolmaydi. Ian Gary buyuk jangchi. Bu mening hukmronligimga asoslangan faoliyatimning boshlanishi. Barchangiz minnatdor bo'lishingiz, xursand bo'lishingiz kerak, chunki ertaga buyuklikni o'z ko'zingiz bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz, dedi Gary. Starowendendan so'ng ma'lumot uchun, Islam Makhachev Gary jangi Toshkent vaqti bilan ertaga taxminan soat 7:30 da boshlanishi kutilmoqda. Bu paytda bo'lsa, Islam Makhachev ham jangi haqida so'nggi fikrlarini bildirdi. Barchani xursand qilaman. Makhachev bo'lajak jangi haqida so'nggi gapini aytdi. 34 yoshli UFC'ning yarim o'rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni Islam Makhachev irlandiyalik Ian Machado Garyga qarshi bo'lajak jangi haqida final stare-down'idan so'ng fikr bildirdi. Ularning jangi ertaga Filadelfiyada bo'lib o'tadigan UFC 330 turnirining asosiy bahsi bo'ladi. U men uchun shunchaki navbatdagi maqsad. Men tayyorman va ertaga bu odamlarning barchasini xursand qilaman, dedi Makhachev stare-down'dan so'ng. Makhachev Gary jangi Toshkent vaqti bilan aytib o'tgandek taxminan soat 7:30 da boshlanishi kutilmoqda. Ertalabki rossiyalik Islam Makhachev yarim o'rta vazn toifasida chempionlik kamarida birinchi marta himoya qiladi. Islom so'nggi jangini UFC 322 turnirida Nyu-Yorkda avstraliyalik Jack Della Maddalenaga qarshi o'tkazib, hakamlarning yaqtin qarori bilan g'alaba qozongan edi. UFC'dagi 3-g'alabasini qo'lga kiritgan Ramazon Temirov shu yilning o'zida yana oktagonga chiqadi. Bu haqida Aralash yakka kurash ustamizning o'zi xabar berdi. Inshaalloh oktyabrda qaytaman deya Instagram sahifasiga surat joylab, uning ostiga izoh qoldirgan Temirov. Bu bilan Ramazon 24-oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Abu Dhabi shahrida o'tkaziladigan raqamli UFC 333 turnirida oktagonga chiqishi ishora qilingan. Ushbu turnir uchun Hamzat Chimayev, Irji Proxaska bilan Alex Volkanovskining esa Mofsar Yilloyev bilan jangi rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, Ramazon Temirov 25-iyul kuni avstraliyalik Steve Erkega qarshi jang qilib, birinchi raunddayoq raqibini texnik nokautga uchratgan edi. Bu g'alabasi evaziga u UFC reytingiga kirib olgandi. Qadrli do'stlar, hamyurtimiz qisqasi UFC kamari uchun bormoqda. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Ramazon Temirovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Ramazon Temirov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Bahodir Jalolovni jangga chorlashdi. Rossiyalik pro boks ustasi Murat Gassiyev hamyurtimiz Bahodir Jalolov bilan jang qilish istagini bildirdi. Ayni damda super og'ir vazn toifasida WBA regular kamariga ega bo'lib turgan Gassiyev o'z intervyusida navbatdagi jangini Jarrell Miller, Teres Chisora, Agiti Kabial yoki Bahodir Jalolovga qarshi o'tkazmoqchi ekanini aytib o'tdi. Hamyurtimiz Bahodir Jalolov hozircha WBA tashkiloti reytingiga kiritilmagan. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz hamyurtimiz? Mana shu rossiyalik jangchini mag'lubiyatga uchrata oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldirib va hamyurtimiz Bahodir Jalolovni ham qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Bahodir Jalolov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, bugungi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.